Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Yakubova Nargiza Rustamovna, Renessans ta'lim universiteti sport faoliyati kafedrasi o'qituvchisiman. Men bugun sizlarga nuklein kislotalar tuzilishi va xossalari haqida ma'ruza o'qib beraman. Ma'ruzamiz rejasi nuklein kislotalarning biologik funksiyalari va klassifikatsiyasi. Ikkinchi reja nuklein kislotalarning struktura komponentlari. Uchinchisi DNKning tuzilishi va strukturasi, to'rtinchisi RNKning tuzilishi va strukturasi, beshinchisi nukleotidlarning moddalar va energiya almashinuvdagi roli. Nuklein kislotalarning molekulalari 4 xil nukleotid qoldiqlaridan, nukleotidlar o'z navbatida 3 xil komponentlardan azot asosli, uglevod, pentoza va fosfor kislota qoldiqlaridan tuzilgan. Dezoksiribonuklein kislota va ribonuklein kislotalarning tarkibiga kirgan uglevodlar dezoksiriboza va riboza shaklida bo'ladi. Bu yerda dezoksiribozani umumiy formulasi, ribozani ham umumiy formulasi ko'rsatilgan. Nukleotidlarning tarkibida 5 xil azot asoslari topilgan. Ulardan ikkitasi adenin va guanin. Ham DNK va ham RNK tarkibiga kiradi va purin asoslari hisoblanadi. Bu yerda adenin va guaninning asosiy formulasi kovalent bog'larga ajratilgan. 3 ta azot asosi uratsil, timin va sitozin, pirimidin asoslari hisoblanadi. Sitozin ham DNK ham RNK tarkibiga kiradi. Uratsil faqat RNK va timin faqat DNK tarkibiga kiradi. Nuklein kislotalar tarkibida ba'zi bir boshqa purin va pirimidin asoslari hosilalari ham topilgan, lekin ular faqat polinukleotid zanjirlarida kimyoviy modifikatsiya yo'li bilan hosil bo'ladi va ko'proq transport RNKlarning tarkibida uchraydi. Purin yoki pirimidin asoslari riboza yoki dezoksiribozani biriktirib olib nukleozid deb ataladigan kompleks birikmani hosil qiladi. Nukleozid tarkibidagi riboza yoki dezoksiribozaning 5-holatidagi gidroksil guruhiga fosfor kislotasi qoldig'ini biriktirib nukleotidga aylantiradi. Nukleozalarning nomi purin asosining nomiga ozin, suffiksin, adenozin, guanozin, pirimidinlarga esa din suffiksini uridin, timidin, sitidin qo'shish bilan olinadi. Informatsion RNK hujayraning taxminan 2% RNKni tashkil qiladi. Tarkibida 75-3000 nukleotid tutadi. Nukleotidlar massasi 2,5 ko'paytiruv 104 va 106 da. Hujayralarning yadrosi va sitoplazmada uchraydi. Oqsil sintezi jarayonida matrica vazifasini bajaradi. Transport RNK bu tashish vazifasini bajaradigan RNK bolajonlar. Hujayralarning 16%ni RNK tashkil qiladi. Tarkibida 75-90 nukleotid tutadi. Molekulalar massasi 2,3 ko'paytirilgan 104 ayrilgan 3 va 104 da asosan sitoplazmada uchraydi. Ularning formasi, ikkilamchi strukturasi o'ziga xos va beda bargining shakliga o'xshaydi. Xuddi beda bargi ko'rgansizlar-ku, o'stiriladi, xuddi shunaqa shaklda bo'ladi. Sitoplazmada aminokislotalarni faollashtirib, oqsillarning sintezlari joyida ribosomada tashish vazifasini bajaradi. Misol uchun, yandekslar tashiydi, xuddi shunaqa organizmda ham tashish vazifasini bajaradi RNK. Sitoplazmada aminokislotalarni faollashtirib, oqsillarning sintezlari joyida ribosomaga tashish vazifasi bajaradi. Ribosomal hujayralarning 82%ni RNKni tashkil qiladi. Tarkibida 120-310 nukleotid tutadi. Bu taxminiy sifralar hisoblanadi. Molekulyar massasi taxminan 3,5 hisoblanadi. Shu jumladan RNK 120 atrofida nukleotid tutadi. Molekulyar massasi ham taxminiy olingan sifralarda joylashgan. Nukleotid tutishlari molekulyar massalar ribosoma asosiy strukturasini tashkil qiladi bolajonlar. DNKning tuzilishi va strukturasi, birlamchi strukturasi DNKning molekulasida dezoksiribonukleidlar bir-birini bilan fosfor kislotasi qoldig'i va dezoksiriboza orqali birikib, polinukleotid zanjirini hosil qiladi. Polinukleotid zanjirida
nukleotidlarning ma'lum tartibda ketma-ket joylashishi DNK molekulasining birlamchi strukturasini tashkil qiladi. Azot asosi dezoksiriboza, peptoza va dezoksiribozani tashkil qiladi. Ikkilamchi strukturasi DNK strukturalarining qator o'ziga xos xususiyatlarini tushunish uchun 1949-yilda Erin Chagov ochgan DNK molekulasida azot asoslarining qat'iy ma'lum miqdorda bo'lishini qonuniyati. Chargov qoidasi nomi bilan yuritilgan qonuniyat juda katta muhim rol o'ynaydi. Bu qoidaga asosan turli manbalardan ajratib olingan toza DNKni tarkibini analiz qilganda shu narsa ma'lum bo'ldiki, ya'ni birinchidan purinlarning miqdori pirimidinlarning miqdoriga teng. Ikkinchidan adenin va sitozinning miqdori guanin va timinning miqdoriga teng. Uchinchidan adeninning miqdori timin miqdoriga va guanin miqdori sitidin miqdoriga teng. DNK molekulalarida mana shu miqdorning hech qachon teng bo'lmaydi. Bu yerda yozilgan, shuning uchun ularning o'zaro nisbati, ya'ni spesifik klassifikatsiyasi hayvonlar va ko'pchilik o'simlik DNKlari uchun 0.54, 0.94, mikroorganizmlarning DNKlari uchun 0.45, 2.57 ga teng. Charov qoidasining muhim xususiyatlaridan biri shundan iborat ediki, bu qonuniyatga bo'ysunish uchun DNKning molekulasi qo'sh zanjirdan iborat bo'lishi kerak edi. Lekin o'sha vaqtda Chargovning o'zi ham DNK molekulasining qo'sh zanjirdan tuzilgan bo'lishini tasavvur qilmagan edi. Ever shogirdlari bilan 1944-yilda yakunlangan ishida pnevmoniya kasalligini chaqiradigan pnevmokoklar bilan o'tkazilgan tajribada ochilgan transformatsiya hodisasini o'rganishgan. Bu ajoyib tajribada olimlar pnevmokoklarning ikki turi, biri pnevmoniya kasalligini chaqiradigan va ikkinchisi umuman kasallik chaqirmaydigan turlarini olib, kasallik chaqiradigan turlarning hujayralari qizdirish bilan olingan va unga tirik kasallik chaqirmaydigan hujayralarni qo'shilgan. Ma'lum vaqt o'tgandan keyin ba'zi bir tirik hujayralar kasallik chaqirmaydigan o'lik hujayralar bilan kontaktda bo'lgandan keyin qandaydir yo'l bilan kasal chaqiradigan bo'lib qolgan. Bu tajribada olinadigan bakteriyadan tirigiga nimalar, qanday modda o'tganini aniq edi. Bizda hozir shu vaziyatda bizda emlash ishlari olib borilyapti. Shu pnevmoniya kasalligiga ham qarshi emlash vaksinalari hozir bunda ham bor. To'g'risini aytganda, Everining bu ishi hozir irsiyatning moddasi yoki genlar xuddi dezoksiribonuklein kislota molekulasining o'zligini tasdiqlab bergan birinchi ish hisoblanadi. RNKning tuzilishi va strukturasi, birlamchi strukturasi, RNKning molekulasida ribonukleotidlar bir-biri bilan fosfor kislota qoldig'i va riboza orqali birikib, ribopolinukleotid zanjirini hosil qiladi. Polinukleotid zanjirida ribonukleotidlarning ma'lum izchillikda ketma-ket joylashishi ribonuklein kislota molekulasining birlamchi strukturasini tashkil etadi. Azot asosli riboza va yana ribozani tashkil etarkan bolajonlar. Nukleotidlarning bog'larini hosil bo'lishida fosfor kislotasi qoldig'i orqali ribozaning 3 va 5 holatidagi gidroksil OH guruhlari ishtirok etadi. Bu yerda umumiy formulasi ko'rsatilgan bolajonlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana qo'shimcha ma'lumotlarni kutubxonadan olishingiz mumkin.